Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Dalasa Fozilov. Bugungi videoda yangi akkauntni Sabidiya yutishga harakat qilamiz. O'zingiz akkauntingiz qani deydiganlar uchun o'zimning akkauntimni sotdim va bu akkauntni egasi menga sovg'a qildi. Egasi bu videoni ko'radi. Kattakon rahmati uchun. Mana shunday akkaunt ekan. Buni ham ozgina kuchaytirib sotuvga qo'yaman. Bir marta yutqazib qo'yaman-da, chiqib ketib, keyin qaytib chiqib, yana Liverpoolni tanlab yutib qo'yaman. Agar to'g'ridan to'g'ri bo'lsa, hozir yutqazaman. Birgina joni qolgan. Xayr. Agar sekund bermasa, Liverpool yoki Manchester City, Chelsea bo'lmaydi, Arsenal, Liverpool. Bismillah, ketdik. Mana ketdik. Birinchi o'yin. Men sizlarni aldashim mumkin edi, obunachimniki deb, lekin o'zimniki. Kamroq gapiraman, ozgina, xafa bo'lmaysizlar. Sudal boshla, Kovacic. He's darting forward. Wins the ball. He slid for the ball but missed. Endi ovozim gapirsam bo'ladi. Pasaytirdim, hujum. Yo'q. Muhammad Salah meni taktikam bo'yicha sal bag'roqda bo'lish kerak edi. McAllister yaxshi oldi. McAllister xavfli. Ozgina. Birinchi gol urib olish yaxshi. Ruhan va jismonan kuchga ega bo'lasiz undan birinchi goldan keyin. Raqib ham hozircha hujumlar qilyapti. Raqib gol urib ketish ham mumkin. Hujumlar. Telegram kanalimga qo'shilib qo'yinglar. Dalasa Fozilov YouTube. Sekin ko'tarilyapman men ham. Endigina 10 ta obunachisi bo'ldi YouTube'imda. Ammo juda ko'p video qo'yib tashladim. Juda ko'p. Yo'q obunachiga, yo'q prosmotriga video qo'yyapman. Mehnatimni qadrlaylar. Bernardo Silva. Yo'q, Gakpo. Yetish kerak. Raqib orqaga tortib qoldi. Yaxshi, Alexander Arnold. Pas Gakpo. Yo'l boshi. Sal aytish noqulay. Pas ham o'xshamadi. Darvozabon Alisson Van Dijk. Birinchi taym yakunlandi. Minutga ham qaramabman. Qani ketdik. Ikkinchi taymda harakat gol urishga. SMSlar kelib yotibdi. E'tibor bermaymiz. Yo'q, o'tkazmaslik kerak. Xavfli. Xavfli. Juda ham xavfli. Zarbadan ko'ra men vahimaga tushgan narsam o'tkazib yuborganim. Sezon pas ochib berish xizmatini yo'lga qo'yganman, bilmaganlar uchun. Gakpo, qanday qilib? De Bruyne jarohat oldilarda, bu biz uchun yaxshi. Men burchak to'pa deb o'yladim va to'pga tegmadim. Ammo burchak to'p emas ekan. De Bruyne endi ular markazda berib qo'yishadi. U o'ziga bog'liq. Gakpo, qani ko'ramizmi Gakpodan? Yaxshi. Birinchi gol men choldi, qo'pollik bilan to'pni oldi demoqchi edim. Gakpo zarba berishga ulgurdi. Chiroyli gol.
Birinchi golni urib oldim, endi ustun bo'lsam kerak. U ham ammo harakat qiladi golga. De Bruyne almashtirmayapti. E'tibor ham bermadi. Xavfli hujum va xavfli zarba, xavfli gol. Erling Haaland juda chiroyli gol urdi, tan olib qo'yaman. Mana bu xato bo'ldi-da, yopildi. O'sha yoqda hattoki men asli City olmoqchi edim. Qarasam Cityda bitta yetishmovchilik bo'lishi mumkin dedim. Ichkariga pas bergandim. O'xshamadi pas. Muhammad Salahning yo'lini to'sishdi-da. Ko'rib turibsizlar-ku. Yaxshi Kuba. Gakpo. Endi mana shu akkaunt meniki. Bu akkaunt sotaman. Kuchaytirib. Balki bu akkaunt juda zo'r bo'lib ketadigan bo'lsa, sotmasman. Ammo 4 kun qoldi. Yangilanish kelgandan keyin Ronaldo reytingi pastlaydi, Messiniki ham. Shuning uchun men ungacha Ronaldo bilan Messini olib qo'yishim kerak. Mana shu akkauntga 4 kun yoki 5 kun ichida. Qachon kelishi aniq emas, ammo Champions playerlar keladigan joy 4 kundan so'ng ketadi. Salah xavfli. 4-chi yo 5-chi hali bor-ku, lekin kelish ham borda ularni. Yaxshi zarbalar beryapmiz to'pni olib. To'pni ko'p o'zimda ushlamaganim sababi u raqib to'pni olib hujumga o'tib ketib gol urib qo'ysa, oxirida alam qiladi. Diego Jotani olib qo'yishlarini maslahat beraman. Van Dijk bermadi, Van Dijk. Yaxshi, endi to'pni olganda zo'r. Birinchi o'yin, birinchi g'alaba. Reklama ko'rishga majburman. Bu akkauntni kuchaytirishim kerak. Hozir men Liverpool tarkibida o'ynaganim uchun bilinmayapti akkaunt pastligi. Aslida esa akkauntda bitta Pulisic bor. U ham bo'lsa jarohatda. Keyin bor keyin 86-likka ko'k kuchaytirilgan 86. Boshqa futbolchi yo'q. De Jong qoplangan bu akkauntda. Obunachimizning o'zlari qoplab qo'yishgan ekan De Jongni. De Jong 82 bo'lgani uchun olmaymiz. Yaxshi taniqli futbolchilarni olib, keyin bu akkauntni ham sotamiz yoki konkursga qo'yamiz. Telegramda 50 ta bo'lsam, har 50 ta odam qo'shilganda Telegramga konkurs qilib turaman. 50 ta bo'ldimi konkurs, 100 ta bo'lsam yana konkurs, 150 tada konkurs, shunaqa akkauntlar o'ynaladi. Hammasi sariq Ronaldolari bor, old Toni Krosslari bor akkaunt ham o'ynayman. Agar 100 ta bo'lsam, YouTube'da Toni Kroossi bor, Varan bor, shunaqa akkaunt o'ynayman. De Jongdan boshqa hech kim yo'q. Wow! Juda zo'r. Bitta De Jong qoplangani uchun boshqa futbolchi kelmayaptimi? Ammo buni yutib chiqaman. Xudo xohlasa yutaman va agentdan Kylian Mbappe kutaman yoki da Van Dijk, Araujo yoki da Fede. Juda ko'p taxminlar bor, Liverpoolga qarshi Diego Jota asosiy tarkibda. Diego Jotadan xavfli o'yin kutaman. Diego Jota vafot etgan, ancha bo'ldi. Endi aytib o'tishim kerak, oramizda Liverpool muxlislari ham bor. Men ham oldin mutlaq o'zim Liverpool muxlisi bo'lganman. Keyin nimagadir yoshligimda bo'lgan edim, keyin qayerlardandir Real Madrid degan jamoa chiqib kelgan.
Keyin o'zim Real Madrid muxlisiga aylanganman. Ronaldo uchun Real muxlisi bo'lganman. Iya, xato pas, iya. Nima bo'ldi? Bu ham xato. Conte McAllister drives forward. Muhammad Salah. Qanday qilib Muhammad Salah darvozabonni oldinga ham olib chiqmadi? Demak, bu eski o'yinchilardan emas. Diaz ekan. Diazdan xavfli zarba. Turishi, yuzi mutlaqo McAllisterga o'xshagan edi. Careless pass there. Muhammad Salah. Could have been better. He's in control. Diogo Jota mana xavfli hujum. Aldab o'tyapti Jota. Fintlar bilan. And their first shot of the day is off target. Meni narigi akkauntim bor, u narigi telefonda qoldi, telefon esa buzuq. Passing the ball really well. O'sha akkauntda Darwin Nunezning 81 reytingi, Diogo Jota bor edi. Will it go in? Zarba 1-0. Yaxshi Luis Diaz. Cody Gakponing pasdan so'ng. Raqibga esa sariq. Bizda yo'q, raqibga stiker tashlaymiz. Axir Muhammad Salah yaxshi o'ynaydigan futbolchilar 86 reytingiga Muhammad Salahni cholib jarohatga olib qo'yibdi. Biz ham ularning Muhammad Salahi yoki da McAllisteri bor. Defender regains possession. O'shalarni jarohat qilish kerak. Muhammad Salah jarohat olgani yomon bo'ldi. Oh, it's a clear U chance. Alissondan dahshat seyf. To'pni faqat yebdi. Olishga ulgurmadim. Zudlik bilan zarba berib yubordi. That's a rare poor pass. Tugat o'yinda hakam. Endi Darwin Nunezni tushiraman ikkinchida. Ketdik. Endi o'yinni biz boshlaymiz. Ular o'tgan taymda boshlashdi. Lovely Endi pass here. maqsad hisobni yiriklashtirish. He loves to run with the U ball. telefon sal qotgani uchun zarba yaxshi menga ko'rinmadi. Wi-Fi qotyapti. McAllister to'pni berdi, lekin agar hisob yirik bo'lmasa ham hisobni ushlab qolsam bo'ldi. Telefonda qotish emas ekan, bu Wi-Fi dan internetda muammo. Diogo Misplaced pass. to'lka patkat tashab yurar ekan bu bola. Oyog'ida to'p yo'q, ammo patkat tashashni biladi. Pass. Video vaqt cho'zilmasligi kerak. Sizlarning vaqtlaringni o'ylagan holda aytyapman. Team are looking so relaxed on the ball. He failed to connect with that tackle. Is this a goal? Zarba! Chisa 2-0 hisob. Muhammad Salah o'rniga Chisa maydonga tushdi Bringing him va on. gol urdi. Stikerlar. Chisaga Cody Gakpo pas berdi, lekin Gakponing o'zi hali gol urgani yo'q. Ikkita pas berdi. Zol Boshlayn va Muhammad Salah sariq va taniqli futbolchilardan. Ular zaxirada o'tiribdi. Birida jarohat bo'lsa, birini o'zim almashtirdim. Zarba. Darvozabondan ajoyib seyf. Kuladigan stiker tashlaymiz. Oxirida bilsalaring, Oh, nice finish. yo'q, Vandek. Endi degan joyimda men Vandek kalla qo'yishini bilganim yo'q, ammo nimaga dedingiz unga demoqchi bo'lsalaring, Hugo Jota. Surely now. qarasam darvozabon oldinga chiqib ketibdi.
Men to'pni olib zarba bermoqchi edim. To'pni ham ola olmadim. Darwin Nunez. This is a player who's making it all happen. The defense were caught out, and now he's through on goal. Penalti, noaniq zarba edi. Kim bu? It's a close Kimga ishonsak bo'ladi? Luis Diaz men o'zim Darwin Nunez bilan tepmoqchiman. taker. Now, can he score? Gol ura olmasam ham, qani? Zarba va 3-1. Darwin Nunezdan ajoyib gol. Darvozabon bu tarafga, to'p esa bu tarafga. Bu dalasada bo'lib turadi. An expert tackle. Nunez Not going easy on the opposition today. They're hungry for more. Is this the moment? va yana penalti. The fans cheer. Sariq, Van Dijkka qizil. Endi kimda tepib ko'ray? Hozir This game. qaraymiz. Kimda tepish kerakligini bilamiz. Kimdadir dubl bormi? Dubl yo'q ekan hech kimda. Va darvozabon Alissonga ishonmoqchiman men yokida Van Dijk. Shu Van Dijk mayli, ularda Van Dijk gol urdi. Biz ham Van Dijkda zarba berib ko'ramiz. Atila vaqt cho'zyapti. Meni chiqib ketadi deb o'ylayapti shekil. Darwin Nunezdan dubl qilib qo'yaymi ekan yokida Van Dijk yoki Alisson. Salah bo'lganda Salahga ishonardim. O'zgartirib bo'lmayapti. Diego Jota'da ham tepishim mumkin. Van Dijkda tepaman. Ko'ramiz. Van Dijk gol ura oladimi? Someone else. Yana shu tarafga zarba. Va Alisson. oh! Bu tarafga tepishimni endi bilib qoldi. Van Dijk gol ura olmadi. Goal. The corner taker. Van Dijk gol ura olmadi, lekin Gomez burchak zarbasiga o'tib ketgan to'pni baribir golga aylantirdi. Hisob 4-1. Ajoyib. Here's McAllister. Men aytdim darvozabon sakramayapti. Desam, noaniq zarba ekan. Xavfli ko'rindi. Hozir adashmasam ikkinchi g'alaba bu. Great forward. Pas bergan edim. What a great performance he's put in. 17 daqiqa bo'libdi. Player of Videoni o'zim ishim chiqib qolgan paytda tugataman. Men bilasizlar maktabda o'qiyman. Bilmaydiganlar ham bor. 2012-yilman. 48-maktabda o'qiyman. 7-B sinf o'quvchisi. Meni maqsadlarimdan biri 48-maktabni butun O'zbekistonga tanitish. Qayerdan chiqib ketsa bo'ladi? Chiqib ketadigan joyi yo'qmi buni? Mana o'yin boshlagandan keyin sizlarni ham vaqtingizni olyapman. Men pul yig'ishim kerak va yana pul yig'ishim kerak. Nima qilasiz desangiz, futbolchi olaman. Turkistonga berdi. Yaxshi bu biz uchun. Bu yerda 40 dollar yo'q. Mana shuni olib qo'yaman 3 kun ichida 17500 ga legendarni. Scout. Bosmay tur. 40 tani ham olib olay. Hech narsa yo'q. Bu yerda yo'q. Trent Alexander-Arnold. Ajoyib qanotda. Trentni ko'ryapmiz. Trent kelibdi. Trentni olaylikmi? 2085, bu ham 2085. Buni qoplab qo'ysak, hozir boshqa olmosimiz qolmaydi-ku. Shuning uchun Trentni olmaymiz, esiz. Lekin boshqa futbolchi kelsa men 85 reytingga yoki 85 reytingdan baland futbolchi kelsa olaman, qoplab qo'yaman. Olmosga arziydi chunki.
Hozir De Jongni olaman agar pulim to'lib qolsa. Throughout in numbers. The kick-off Markaz, chunki hujumda Pulisic bor. match kicks off. Hozir buni olmoqchi edim. Running at the opposition. Canate Men gets xato away. qildim hozir. Meni hujumimda yo'qotishlar bor ekan. He loves to run with the ball. What a chance! Voydod kim bu? Heverts ekan. Qanaqa aldab o'tganini ko'rdingizmi? Szoboszlai Erling Holandlar ham bunchalik alda olmaydi. misplaced pass. Juda qattiq raqib bilan tushib qolibman. Roberts in possession. Kimni maydonga tushirishni bilar ekan ey. And this really takes a Odam chaqirib qoldi. Hammaga uzr. and this really takes a To'pni outga chiqarib. Mana yo'qlar. Yo bilmayman. Yo. Hozir harakat qilaman. Hozir o'sha yerda bo'lsa aytvoraman. Yo uyda enam bordilar-da baqira olmayman. Uyga odam kelyapti-da. Qizim silakida basmi dedi. Tentak ekan. Let's see how this sub changes things. This is Martinelli. He misjudged the pass. Men e'tibor bermay qoldim. Did well to win the ball back. Odam chaqirib keldim men. Ish bilan yurgan edim. To that long distance. Uzr. O'ynalmadim, yaxshiyam gol urolmabdi. Men pas bergan edim do'stlar. He's in control. Here's his chance. Zo'r boshlang. And it's opened up here. They struck back and oh, what a fantastic goal. It means a lot to the player and should give him the confidence to grab ball. This is Martinelli. The fans are on their feet. Alisson, fantastic stop. Oh, I'm looking forward to seeing that great save again. Going to get on the end. Voydod. Van Dijk edi, men qo'rqib ketdim to'g'risi. Van Dijk edi. A bit too much to the opposition there. O'tgan safar men Arsenalda o'ynagandim. Arsenal bilan yuta olmadim. O'zimni bir akkauntimda birinchi bo'lib Arsenalni tanladim. Hammasi sariq deb o'yladim. Lekin adashmasam hammasi sariq emas edi. Bitta jarima zarbasi qo'ymaydimi shu joyga? Some really fluid passing on display. He steps up Xato pas, mana bu xato bo'ldi. that pass. Juda katta xato. Well timed there. Great defending. Szoboszlai advances. Iya, An opportunity. men gol degandim darvozabon yotishiga qaraganda. Gol edi asli bu. Ammo bularda taniqli futbolchilar ko'p edi. Men taniqli futbolchilarga emas, tarkibiga qarayman. Sana sariqlar bo'lsa yutish shansi shunchalar ko'p degani. It's a tight game. Can they create something with this attack? Odam chaqiryapti.
Hozir 1 minut. Careless pass there. Bu. Martinelli with his run. Will he go for glory? Shu bugun tinchlik yo'q ekanda. Ikkinchi bor odam chaqirib kelyapti. It's all changed now as they bring on Uyda o'tiribman, chaqiryapti. and the crowd are well. Qarasam gol. Now they've got their goal. Bugun tinchlik yo'q shularni dastidan. This is Martinelli. Zeriktirib yubordi. Men video olishimga ham qo'ymaydi. Misplaced pass. He's broken Voydod! clear and going for Iye, qizil kartochka-ku do'stlar. Oh, he can't have Nima bu? Hakamni sotib olish bo'lganda bor pulimga hakamni sotib olib o'ynagan bo'lardim. They're all trying to get that one valuable goal. Diogo Jotaga nima bor asosiy tarkibda? Chiqib qo'yadigan futbolchi, sassiq futbolchi bo'lsa, asosiyga tushib olgan. O'ynashni bilmaydi Jota. Baqirishga majbur qilyapti. Yutqazyapman axir men. Sizlarga maslahat, Diogo Jotani olmanglar. Yo'q bo'lib ketgan futbolchi bo'lsa. Vafot etgangancha bo'lyapti, dalasadan yo'qotib chiqarib yuborish kerak. Hali ham bor bu dalasada. Rama. Now it's Diaz. Majbur bo'ldim shu gaplarni aytishga. Shunaqa Diogo Jotada qillar vapsi kamayib ketdi, ko'payib ketdi. Kamaytirishni ilojini qilish kerak dalasi. The new one will take to the pitch. Net qatyapti nimagadir. Kimdir kelib Towards a penalty spot. Wi-Fi da o'tiribdi. That had a goal with. To'g'risini aytganda bizni mahalla Qashshoq Oqtatagopda, ismim Javohir, O'rikdor mahallasidaman. Bizda Qashshoq Oqtatagopdagilar. Bitta yoki ikkita uyda Wi-Fi bo'ladi. Hamma bola Oqtadagi hamma o'sha yerga kelib oladi. This is a player who's Keyin mana bunaqa xat qo'yib beradi. Martinelli with a shot. He tries something Mana special. to'g'ri. Well, I think we're all far out. Oqta Qashshoq deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Oqta Qashshoq deb обязательно yozib qoldiringlar. 4-1 victory. Well, for me, Men sizlarni o'ylab bu gaplarni aytyapman. in 100%. Odam chaqiradi, o'qiladi, buqiladi, oxiri 4-1 bo'ladi. Hisobga javob bermaydi. Ular chaqiryapti. Derazadan qaragandan keyin bu bekarchi ekan deb o'ylaydi. Vaqtimda olaveradi gapirib. Ammo bilsaki men video olyapman, mana shuni bilmaydi. Vaqtimda olgan chaqiraveradi. Qizim qayerda deydi bittasi, tentakka o'xshab kelib olib eshigim tagiga. Men qizini qayerdan bilaman? Meni uyimga kelmasa kerak. Video tugadi.